Qalaysan o'rtoq? Ahvollaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Charchamasdan yursan, bolalaring yaxshimi? Hammasi joyida. Ha? O'zing qandaysan? Bo'ladi, yuribmiz sekin-sekin. Ha, menga qara, tashvishli ko'rinasan. Hammasi joyida. Gapir. O'rtoq. Xotinimning o'rni juda ham bilinyapti. Qizim, bolalarim juda yaxshi. Ko'nglimga qarashadi. Aytganimni qiladi. Lekin odamni dardlashadigan, sirlashadigan sirdoshi bo'lish kerak ekan. To'g'ri aytasan. Bekorga qariyalarimiz qo'sha qaringlar deb aytishmaydi. O'rtoq, agar xafa bo'lmasang, senga bir gap aytmoqchiman. Qo'shni mahallada Feruza ismli bir ayol bor. Feruza? Ha, to'g'ri, u bizdan ancha yosh, lekin turmushi o'xshamagan. O'sha bilan bir tanish ko'rmaysan? Tushundim seni o'rtoq, tushundim. Qanday bo'lar ekan? Assalomu alaykum do'stlar. Jo'rajon. Sog'lik yaxshimi? Charchamasdan? Bardamgina? Yaxshi. Ahvol yaxshimi? Qalay? To'yni tashviladimi? Charchamayapsan? So'rama, hammasi joyida. Faqat bittagina muammo bor-da. Xo'sh, qanday muammo? Imomlarga borsam, fiqdiyo bo'limini guvohnomasi bo'lmasa nikoh o'qimayman deyapti. Qiziqmi bular? Menga qara, seni ikkinchi turmushing bo'lsa, fiqdiyo bo'limini guvohnomasi nima kerak ekan? Kerak ekanda shu. Men o'zim senga yordam beraman. Qo'shni mahallada meni tanish mullam bor. Yur, o'shani oldiga boramiz. Mulla? Ha? Yur, aytganda qilgin, ha? Bo'ldi, boramiz. Tinchlikmi chaqirtirgan ekansiz? Tahlillar yaxshi chiqdimi? Akromjon, biz sizni tahlillaringizni ko'rib chiqdik. HIV infeksiyasiga qon topshirgan ekansiz. Musbat natija aniqlangan ekan. Musbat. Siz buning uchun tushkunlikka tushmang. HIV infeksiyasiga birlamchi musbat degani HIV infeksiyasi aniqlandi degani emas. Siz hozir bu yerdan chiqqaningizdan keyin viloyat AIDS markazida qaytadan, ya'ni ikkilamchi qon topshirishga borasiz. Xo'p. Doktorim ayrim narsalarda aytdi. To'g'risi ishonmadim. Qanday qilib menda unaqa kasallik paydo bo'lishi? Unaqa nima qilishni umuman qilmaganman. Xotinim ham yosh bo'lsa, analiz topshirishga mana sizni yuboraman. Hozir ayolingizni aytsangiz, u kishi bilan alohida yana gaplashib o'tsak. unda men analizlar topshirib kelaverayman. Hozir xotinimga aytaman, kiradi. Turmush o'rtog'ingizda HIV infeksiyasi aniqlangandan xabaringiz bormi? Ha. Kechqurun aytgandilar. To'g'risi bu gapni eshitib uxlolmay chiqdim. Bundan 5 yil avval men bir yigit bilan tanishgandim. Biz bir-birimizni juda ham yaxshi ko'rardik. Ota-onam u yigitga turmushga bermadilar, qarshi bo'ldilar. Biz alohida yashashga qaror qildik. U qandaydir dorilar ichardi. Bu qanaqa dori deganimda javob bermasdi. Keyin u dom-daraksiz yo'qolib qoldi. Men uni qidirdim, mahallasiga bordim, lekin uni topolmadim. Uyga borishga esa yuzim chidamadi. Ishga kirdim. Ishga kirish uchun tibbiy ko'rikdan o'tish kerak ekan. Tibbiy ko'rikdan o'tganimdan keyin menda shu kasallik borligi aniqlandi. To'g'risini aytsam, buni kimgadir aytishga qo'rqdim. Sizni hozir biror narsa bezovta qilyaptimi? Faqatgina 3-4 kiloga ozdim. Hozir yana sizdan tahlillarni olamiz. HIV infeksiyasi bu umr tugadi, hayot tugadi degani emas. Hayot davom etyapti. Bizlar aytayotgan tavsiyalarni bajarsangiz, vaqtida dorilarni ichsangiz hammasi yaxshi bo'ladi.